Ha, aytgancha kecha nima ishga kelmading? Voy, kecha erimdan rosa kalta yeganman. Voy, nimaga? 4 yoshli qizcham shkafdagi kiyimlarni titishni rosa yaxshi ko'radi. Hadeb tutaverishdan bezor bo'lib, qizimni qo'rqitdim. Agar yana bir marta shkafni ochsang, ichidan yomon amaki chiqib seni o'g'irlab ketadi degandim. Kun bo'yi shkafga yaqinlashmadi qizim. Kechki payt erim ishdan kelganda qizim, "Oyana, shkafning ichidagi yomon amaki chiqib ketdimi?" deb qolsa bo'ladimi? Erimga to tushuntirgunimcha po'stagimni qoqdi. Voy, Zilol mantomim ketib qolyapti shekilli. Nimaga, tinchlikmi? Kecha uyimizda chiroq o'chib qoluvdi degan. Telefonimni fanarni yoqib olib, telefonimni qidirib yuribman. Yo'q, qayerda ekan topdingmi ishqilib? Hazillashdim. Sani bu ishing holva. Men kecha adashib kir kiyimlarimni muzlatgichga solibman. Ba'zida o'zimni ahmoq o'xshataman. Hech qisi yo'q. Men har doim shunaqa qilaman. Sen ham kiyimlaringni muzlatgichga solasanmi? Yo'q, sen ahmoq o'xshataman. Ataylab asabimga tegyapsan.